Zaxarova Ukraina bo'yicha Moskva pozitsiyasini sanab o'tdi. Rossiya Ukraina inqirozini vaqtinchalik kelishuvlar orqali emas, balki mojaroning asosiy sabablarini bartaraf etish orqali hal etish tarafdori. Bu haqda Rossiya TIV rasmiy vakili Zaxarova 1-iyul kunidagi brifingda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva Rossiya bilan shantaj, tahdid va ultimatumlar tilida gaplashishga urinishlarini qabul qilmaydi. Zaxarova Rossiya Ukraina bo'yicha adolatli va barqaror tinchlikka erishishdan haqiqatdan manfaatdor bo'lgan tomonlar bilan muzokara olib borishga tayyor ekanini ta'kidladi. Uning aytishicha, bunday muloqotda yerdagi realliklar, avvalgi muzokara raundlari natijalari va mojaroning asl sabablarini bartaraf etish bo'yicha Moskva pozitsiyasi hisobga olinishi kerak. Rossiya TIV vakili shuningdek Kiyevni real vaziyatga mos kelmaydigan talablardan voz kechishga va Ukraina qurolli kuchlarini Donbassdan olib chiqishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, bu jangovar harakatlarning tezroq to'xtalishiga yordam beradi. Zaxarova Yevropa Ittifoqi davlatlari AQShni Ukraina talablari tomoniga og'dirishga urinayotganini ham aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday urinishlar jumladan katta yettilik doirasidagi muloqotlarda ham kuzatilgan. Bundan tashqari, diplomat Kiyevni g'arb ko'rsatmasi bilan mojaroni kengaytirishga va Rossiyaning qo'shinlari hamda ittifoqchilarni unga tortishga urinayotganlikda aybladi. Zaxarovaning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi Ukraina uchun ajratayotgan navbatdagi moliyaviy yordam real tiklanish ishlariga yetib bormaydi. Uning so'zlariga ko'ra, mablag'ning katta qismi Yevropada qoladi, qolgani esa ukrainalik amaldorlar cho'ntagiga tushadi.